Kollagen vitaminlar yoki kollagen jelelar befoydami? Avval kollagen atrofida ko'p hayp qilishdi, keyin kollagenga qarshi undan ham ko'p hayp qilishdi. Xullas, ba'zi ximiklar, biologlarning aytishi bo'yicha, kollagen oshqozonga tushganda aminokislotalarga parchalanadi. Keyin shu aminokislotalardan yana kollagen paydo bo'lishi chista organizm qo'lida. Qanaqa hal qilishiga umuman garantiya yo'q. Bunga absolyutni qo'shilamiz. Lekin mingtalab odamlar ustida olib borilgan ilmiy izlanishlarchi, o'sha odamlarda kollagen va elastiklik oshganligicha. Hozir ikkita fikr aytaman, keyin xulosa qilamiz. Asosan faqat kollagenda bor bo'lgan vitaminokislota bor, hidroksiprolin. Uni qonga so'rilishni ehtimolligi juda past. Lekin kollagen ishlab chiqarilishini yana bitta metodi bor. Organizmga signal yuborish. Shunda organizm, kollagen ishlab chiqarish kerak ekan deb harakat qilishni boshlaydi. Va aynan o'sha hidroksiprolinda signaling xususiyati topilgan. Va aytgancha, bu nafaqat o'sha kollagen jelelarga tegishli, xolodets va suyakli sho'rvalarda ham xuddi shunaqa. Endi kollagen tabletkalari va jelelari haqida. Nimagadir hamma uni super zarur emasligi haqida, kimyoviy va biologik proseslar haqida gapiradi, lekin hech kim psixologiya haqida gapirmaydi. Tushuntiraman? Demak, bemorlar ovqatdan kollagen olishi kerak ekan. Demak, ularning muammosi ovqatlanishida. Ovqatlanish esa chista odat degan. Shuncha yillar davomida shakllanib kelgan odatni o'zgartirish osonmi? Har kun kech uxlaydigan odamga kech uxlasang kollagening tushib ketadi desangiz, ertasi kun 8 da uxlab oladi deb o'ylaysizmi? Odatlarni o'zgartirish juda katta mehnat. Xulosa, albatta ovqatlanish har doim prioritetda, lekin qo'shimchalar ishlasa, why not? Keyingi safar kremlardagi kollagen haqida gaplashamiz. Ular ham unchalik befoyda emas.